Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining təftişi Gollandiyadagi Jasur Lager shahidi Qalbinur Sidiq ve Qurultay Muhacirlar Merkezining müdiri Adiljon Abdukerim Gollandiyaning Xitoyga yangidan tayinlangan bosh elchisining taklifiga binoan uning bilan suhbat elib berib o'zlarining talablarini sungan. Bugun, ya'ni 20-iyul kuni Qalbinur Sidiq va Adiljon Abdukerimlar Gollandiyaning Xitoyga yangidan tayinlangan bosh elchisining taklifiga binoan uning bilan suhbat elib berib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni ve Xitoyning xalqaro jamiyatni aldash uchun elib berayotgan sharmanchiliklarni o'ttirib qo'yib, o'zlarining bosh elchidan va Gollandiya hukumatidan kutadigan talablarini sungan. Suhbat oxirida Gollandiya bosh elchisi qurultay vakillarining vaqt chiqarib bu suhbat uchun kelganligiga alayda rahmatini bildirib, o'zining xizmat jarayonida Sharq Turkiston Uyg'urlar masalasiga cho'qim alayda ko'ngil bildirganlik haqida va'dalar bergan. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz bugun 2026-yili 20-iyul Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining taklifi va dunyo huquqini o'rlashtirish bilan bir suhbat kirib chiqdik hozir. Bu suhbatda oldi bilan Tashqi ishlar ministrligiga vatanimiz Uyg'uriston, Sharq Turkistondagi bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilik, kafir lagerlar, dahshat zulmlarni so'zlash bilan birga qo'limizdagi material isbotlarni so'zildik. Undan keyin hozir Xitoyning yo'li qo'yayotgan atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish to'g'risida bu qonunga qarshi yaxshi bir inkos qaytarishini Amerika davlatlariga o'xshash Yevropa Birligiga ashtaga qarta bir qarshi bir programmalarni, anadagi shunga qarshi bir qonunni chiqarishni chin dilimizda umid qilib, bu yerda yaxshi programma bo'ldi va qurultayning bizga evatgan shu qonunga qarshi taklif fikrlarni va ashta qanday inkos qaytarish va alikash davlatlarniki shunga imzo qo'ygan yaxshi bir materialni o'zimizga topshirib chiqdik. Rahmat sizlarga. Xitoyga yangidan elchi bo'lib bosh elchi tayinlanmoqchi bo'lgan tayinlangan bu amaldor bilan biz naydi uzun suhbat qildik. Uyg'ur irtifoqchiligi naydi jift tafsilotlarga fiqib sho'ralarda materiallarimizni talab qildi va bundan keyin Uyg'ur nasl safida bizlar ko'rishga davom qilganligini ifodaladi. Biz bu ko'rishimiz naydi mamnun bo'ldik va xudo bo'lsa telefon jift mevelik modosini fikrlarini almashtirganimiz uchun Türkiye Devlet Radyo Televiziyası tarafidan ishlangan Mehmet Fetihler Sultani isimli televiziya teatrining ishlovchilari Saxtipez Xitoy hukumatining vakolatchilaridan ogohlantirish xati olgan. Xitoyning atalmış Mahmud Yaqub ismli da'vogarning vakolati bilan bu haqda TRT'ga sungan ogohlantirish dokladida mazkur televiziya teatrining 66 bölümünde to'qilma uchurlar bor, tarixiy faktlar burmalangan, xalq ozdirilgan, Xitoy xalqi va Uyg'ur turklari xo'rlangan, haqoratlik va tuhmat xarakterlik so'zlar ishlatilgan, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan xalqning g'azabini qo'zg'adi deyilgan bo'lib, yillardan beri vatanimizda Uyg'urlarni qirg'in qilib kelgan tajovuzchi Xitoy hukumati bir yumlabla Uyg'urlarning izzat hurmatini qo'g'dovchi sifatida o'ttirg'i chiqishi bo'lib, bu mazkur voqeaning qor yumurli qismi bo'lgan. Mazkur da'vogar yana Sharq Turkiston degan so'zning Turkiya davlat televiziyasida ishlatilishiga qarta Xitoy tarixiy manbalarida Sharq Turkistonning bu nom bilan atalmaganligi va tarixning burmalanganligi da'vo qilingan. Qiziqarli yeri Sharq Turkistonda Turkiya filmlarini ko'rishdan badali kishilarning tutqun qilinishi va uzun muddatli turmaga solinishi qatorliq oqibatlarni keltirib chiqaradigan bir ahvolda mazkur da'vogarning qanday qilib bu filmni ko'rganligi va da'vo ochganligi diqqat tortmoqda. Washingtonda chaqirilgan xalqaro diniy erkinlik munbirida Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat va Uyg'ur hareket tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas qatorliqlar Xitoyning atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunining Uyg'urlarga ta'siri haqidagi andishlarni o'ttirib qo'ydi. Amerikada 16-17 iyul kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining qurilganligining 250 yilligini xotirlash va diniy erkinlik prinsiplarini tashviq qilish maqsadida o'tkazilgan Washingtonda chaqirilgan xalqaro diniy erkinlik munbirida Uyg'ur hareket tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandilar so'z qilib,
Atalmış Milletler İttifaqlığını ilgiri sürüş qanununun Uyg'urlarga bo'lgan xatarlik ta'siri haqidagi andishlarini o'ttirib qo'ygan. It is not intended to celebrate diversity within the Uyghur identity. It is a part of deliberate attempt to detach Uyghurness from Islam, from our culture, from our language, from our history, and from every distinctive element of our culture, and until the world of Uyghur have been stripped of all meaning. Roshan Abbas ve Ömer Qanatlar yana mazkur munbar jarayonida yer shar xarakterli xavflar, diniy erkinlikdan mahrum qilishning bedeli temasida o'tkazilgan muzokara yig'iniga qatnashib, mazkur yig'inda diktator hokimiyatlarining davlat halqigan bostirish siyosatlarining diniy va milliy guruhlarga ko'rsatgan ig'ir tehditlari haqida to'xtalib, Xitoyning chegara halqigan bostirishi va atalmış Milletler İttifaqlığını ilgiri sürüş qanununun Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqiga ko'rsatadigan ta'siri va atalmış qanunning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan milliy qirg'inchilikni qonunlashtirish ekanligini alohida ta'kidlab, xalqaro jamiyatning yetarli inqoz qaytarmaganligini ayblagan. Mazkur yig'in jarayonida Uyg'ur vakillar, Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi senator Resh, Angliya parlament a'zosi Lord Rock Obi ve Özbekistan prezidentining yuqori darajalik maslahatchisi Dr. Muzaffar Kamilov ve dünyanın her qaysi joylaridan kelgan siyosatchilar, diplomatlar, shundoqla diniy rahbarlar bilan ko'rishib, ularga Uyg'urlarning ahvolini tafsiliy tushuntirish fursatiga erishgan. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.